Siz Coca-Cola'ni bu darajada foydali ekanligini aniq bilmas edingiz. Gilamlar yoki sochlarga tiqilib qolgan saqichdan xalos bo'lishning ajoyib usuli. Saqichni 3 daqiqa davomida kola ichiga solib qo'ying va uni keyin asta-sekin ajratib oling. Coca-Cola'ni idish-tovoq sovuni bilan aralashtiring. Purkagichga soling va chiriyotgan yoki qora dog'larni artib tashlang. Rangsiz po'lat buyumlarni porlashi uchun kir yuvish vositasiga kola qo'shing. Yorqin oynalarni tozalash uchun esa tuxum oqini kola bilan aralashtiring va yuzani artib tashlang. Zanglagan buyumlaringiz yoki asboblaringizni tozalashni xohlaysizmi? Ularni unda kola ichiga solib qo'ying va yarim soatga qoldiring. Keyin yaxshilab yuvib tashlashni unutmang. Hatto hojatxonani tozalashda ham kola samarali vosita hisoblanadi. U bilan osonlikcha dog'larni artib tashlash mumkin. Kir yuvish mashinalarini tozalash uchun esa kolaga kir yuvish kukunini aralashtiring. Mashinaga soling, keyin tozalash siklini boshlang. Ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, like bosamiz va buni tanishlarimizga albatta jo'natib qo'yamiz.